Yog'lar bizlarda ma'lum foiz qismimizda tashkil qiladi. Mana bizlar agar taroziga turadigan bo'lsak, 80 kilo keladigan bo'lsak, shu 80 kilo bizlarda semiz ozg'inligimizga qarab turib, 10 kilodan 15 kilogrammga yaqin yog'lar bor. Teri osti yog' qavati, ichki a'zolarda, charbida ana shu yog' qavatlari va undan tashqari biz bir kecha kunduz mobaynida o'rtacha 100 gram, 120, 150 grammgacha yog' iste'mol qilamiz. Demak, yog'lar bizlarda hayotimizda juda katta ahamiyatga ega ekan. Yog'lar himoya vazifasini bajaradi. Yog'lar yog'da eruvchi vitaminlarni saqlovchi vazifa bajaradi. Issiqlikni idora etish xususiyatlari bor. 1 gram yog' parchalanganda bir necha 10 gram oqsillar parchalanganiga qaraganda ko'proq, demak, energiya beradi bizga. Shuning uchun yog'larda periksli oksidlanish nazariyasi shuki, biz bir umr nafas olamiz. Kindigi bog'langan chaqaloqdan boshlab turib, inson eng oxirgi nafasini olguniga qadar bizlar nafas olamiz. Nafas tarkibida, mana atmosfera tarkibida 21% kislorod bor. O'sha kislorod albatta zaruriy narsa, yetishmay qolsa bizlar bo'g'ilib qolamiz. Lekin ana shu kislorod bizlarni o'limimizga olib kelar ekan. Ya'ni kislorod organizmga tushgandan keyin mana hujayralarda ichiga kirib, lizosomalarda, mitoxondriyalarda, demak, yog'larda periks to'qimalariga aylantirib yuboradi. Periksli oksidlanish bo'lganligi sababli bu periks yemiruvchi narsa hisoblanadi. Biz meditsinada qo'llaymiz, mana jarrohlikda, yaralarni bitirishda, yuvishda bu yemiruvchi narsa hisoblanadi. Ana shuning uchun hujayralar ich-ichidan yemirilib boraveradi-da va nihoyatda inson keksayish jarayonlari kelib chiqadi hamda o'lim jarayonlari shundan kelib chiqadi. Men shifokor sifatida, olim sifatida bu nazariyaga 100% qo'shilaman. Demak, antioksidantlik xususiyatlari nima? Omega 3 kislotasining antioksidantlik xususiyatlari aynan o'sha kislorodni yog'larga biriktirib, zararli mahsulotlar hosil bo'lishini oldini oladi. Ya'ni organizmni juda ham yaxshi himoya qiladi. Organizmni himoya qilganligi sababli bu mana yog' to'qimalarimizda, miyamizda juda ham ko'plab yog' to'qimalari bor. Ko'zimizda ichida yog' to'qimalari, jigarda, buyrakda, hamma organlarimizda. Shunga omega 3 kislotasini biz ishlatadigan bo'lsak, shular to'qimalardagi o'sha periks oksidlanish jarayonlarini kamaytiradi, to'xtatadi ayrim joylarda va insonning umr uzunligini ta'minlab beradi. Men Al-Hadaya omega 3 kapsulalari haqida gapiradigan bo'lsam, o'zim muntazam, o'zim ham, oila a'zolarim ham shundan qabul qilib yuriladi. Al-Hadaya omega 3 mahsuloti Rossiyaning Murmansk shahri atrofida joylashgan Oq dengizda yashaydigan losos balig'idan olinadi. Issiq suvlarda yashaydigan baliqlarda omega 3 kislotasi kam bo'ladi va terapevtik qimmatga ega emas. Mutlaqo organizmda nojo'ya ta'sirlar bermaydi. Demak, hech qanday asoratlar bermaydi. Uzoq muddat qo'llasak bo'ladi. Faqat buni qo'llaganimizda nazorat ostida, ya'ni bu tarkibida yog'da eruvchi vitaminlar ko'p bo'lganligi sababli organizmda kumulyatsiya, ya'ni yig'ilib qolish xususiyatlari bo'ladi. Shuning uchun biz vaqti-vaqti bilan D vitaminini tekshirib, vitaminlar miqdorini tekshirib turib, buni qabul qilsak bo'ladi uzoq muddat. Bu vujudning umumiy keksayishini oldini oladi. O'limni orqaga suradi, yoshlik quvvatimizni oshirib beradi, sochimizni qoraytiradi, kipriklarimizni o'stiradi, qoshimizni o'stiradi, terimizni rangini chiroyli qiladi, jigar faoliyatini me'yoriga keltiradi, me'da-ichak tizimini me'yoriga keltiradi. Al-Hadaya omega 3 kapsulalari sifati kafolatlangan, saqlanish muddatlari juda ham yaxshi, nojo'ya ta'sirlardan xoli, kimyoviy vositalar aralashmagan tabiiy vosita hisoblanib, nafaqat bemorlarimizga, balki mana profilaktika maqsadida sog'lom odamlarimizga ham buyursak bo'ladi. Nega deganda biz okeanlardan, bahri muhitlardan juda uzoqda yashaymiz. Bizning organizmimiz O'zbekiston Respublikasida hammamizda o'sha omega 3 kislotasiga, ya'ni baliq yog'i tanqisligi bor. Shuning uchun bizlar respublikamizda inson umrini yaxshilash maqsadida, salomatlikni me'yoriga keltirish maqsadida, kasalliklarning oldini olish maqsadida va umr uzunligini ta'minlash maqsadida buyuramiz.